Savsağının qo'lasizliklari. Nima savsaq uchun sodiq? Buni albatta savsaqniki, ularning ko'nglini mayil qilish iqtidoriniki kuchli ekanligidan ko'rilish. Siz buni qo'shilamsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsaqning qo'lasizligi, mushavirlar bo'lsin, sanğıllar bo'lsin, bunga nihoyatda sodiq. Hem nima bunda bo'ldi? Buningda savsaqniki, qo'lasizliklarniki, ko'ngilni mayil qilish iqtidoriniki yuqori ekanligini his qilib olamiz. Birinchisi, u doim qo'lasizliklarga kuyinadi. Yani tizimlab turib ularning oyoq buqichin chigib qo'ygan, kiyimlarini ratlab, ularningki ahvol so'rab turgan ahvollarni doim uchirtamiz. Buningdan sirt, nurg'un vaqtda u o'zining sanğıl va mushavirlarini o'zining o'g'illaridanmi ustun o'rin qo'ydi va ularga bermagan narsalarni shu mushavir sanğıllarga berdi. Yani ondan sirt, sanğıl va mushavirlari o'lib ketib qolgan vaqtda ular uchun qattiq qayg'urib, o'zining qerindish ketib qolgandek azoblandi. Demak, mushu harakatlari uning sanğıllari va mushavirlarniki qalbiga qattiq o'rnab ketganligi uchun, ularni ta'sirlantirayotganligi uchun ular savsaq uchun har qanday ishni qilishni xohlaydi. Demak, bir odamni o'zingizga sodiq qilish uchun unga pul, mol dunyoni berishning hojati yo'q. Balki ularning ko'nglini to'liq mayil qiladigan vaqtingizda, chin ko'nglingizdan chiqarib, ular kuyingan vaqtingizda, ular asta-asta sizga mayil bo'lishga, sizga ergishishga boshlaydi. Albatta, pul, nam ataqmi keyin-keyindan ular kelishga boshlaydi. Demek siz bir boshqaruvchi, bir xodim yetaklovchi bo'lsangiz, xodimlaringizga va o'zingizniki qo'llasizliklarga kuyinishni, ularning holidan xabarlashni, ularning ko'nglini mayil qilishni cho'qim o'rganishingiz kerak. Agar bu gaplarimga qo'shilsangiz, astidagi imkon sayoniga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p korxonchilik qayt mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.